Assalomu alaykum. Mamlakatimizda turistik salohiyatni yuksaltirish, turistlar oqimini ko'paytirish, shuningdek ular uchun xavfsiz va qulay sharoitlar yaratish maqsadida 2017-yil 23-noyabrda Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarida 2018-yil 1-yanvardan boshlab xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari faoliyat yurita boshladi. Aytish kerakki, bugungi kunda ushbu boshqarmalar tomonidan mahalliy va xorijiy sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash, emin erkin sayohat qilishlarini nazorat qilish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Hozir Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi binosi oldidamiz. Demak, osoyishtalik uchun ko'rsatuvning bu galgi soni ushbu boshqarma faoliyatiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvimizni diqqat bilan tomosha qiling. O'zbekiston bu nom tilga olinganda dunyo ahli tasavvurida eng avvalo tinch va osoyishta, tarixi buyuk, buguni sharafli, kelajagi faxrli, insonlari mehnatkash va mehmondo'st bo'lgan, yer yuzida o'xshashi yo'q betakror diyor gavdalanadi. Shuning uchun ham bugun dunyo nigohi yurtimizga qaratilgan. Tarixiy obidalarimizni, qutlug' qadamjolarimizni tomosha qilish va ziyorat etish uchun har yili qanchadan qancha sayyohlar vatanimizga keladi. Birinchi navbatda ularning xavfsizligini ta'minlash, yurtimiz bo'ylab emin erkin harakatlanishlarini kafolatlash uchun bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda esa xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari xodimlarining o'rni alohida hisoblanadi. Xususan viloyatimizda ham birgina Xiva shahrini tomosha qilish va ziyorat etish uchun nafaqat mahalliy, balki dunyoning turli nuqtalaridan xorijiy sayyohlar ham tashrif buyurishadi. Aytish kerakki, har bir inson sayohatga otlanishdan oldin borayotgan joyi qanchalik tarixiy va go'zal bo'lmasin, eng avvalo u yerda uning xavfsizligi naqadar ishonchli ta'minlanganligiga e'tibor qaratadi. Ana undan keyingina sayohatga otlanishi mumkin. Shuning uchun ham bugun yurtimizda sayohatchilarning xavfsizligini ta'minlash, sayohat qilishlari uchun zamon talablariga mos tarzda imkoniyatlarni yaratish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasida ham har kuni xizmat jarayoni ertalabki yo'riqnomadan boshlanadi. Unda rahbariyat tomonidan xodimlarga xizmat jarayonida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar, amalga oshirilishi zarur bo'lgan chora-tadbirlar haqida topshiriq va ko'rsatmalar berib boriladi. Boshqarma 10 ga xizmat joyiga qadam bos. In the university also has special officer for the foreign people. Shu bilan birga bu yerda ham tunov kun navbatchilik qismi tashkil qilingan bo'lib, fuqarolar va sayyohlarning turli yo'nalishdagi murojaatlari qabul qilinib, zudlik bilan ularga yordam berish choralari ko'riladi. Meni yonimda jamoat tartibini saqlash guruhi inspektori kapitan Boburbek Habibullayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'sh, bu yil mana shu mavsumga qanday tayyorgarlik ko'rilyapti? Umuman olganda, mana shu xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tomonidan qanday ishlar yo'lga qo'yilgan? Shular haqida dastlab bir ma'lumot berib o'tsangiz. Yurtimizga tashrif buyurayotgan chet ellik va mahalliy sayyohlar oqimi kun sayin oshib bormoqda. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim joizki, mana O'zbekiston Respublikasi chet ellik sayyohlar uchun xavfsizlik bo'yicha mana yetakchi o'rinda, ya'ni birinchi o'rinda turibdi. Xavfsiz dam olib, aylanib, oilasi bilan, yaqinlari bilan kelib, madaniy hordiq chiqarib ketishlari uchun eng qulay va xavfsiz shahar deb topildi. Chet ellik sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xodimlarimiz tunu kun xizmatda. Bundan tashqari Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasi hududiga borgan paytingizda bizda patrullik yo'nalishlari mavjud. O'sha yerda xodimlarimiz piyoda patrulda xizmat faoliyatini olib borishildi. Qal'atevara atrofida esa xodimlarimiz maxsus kuch va vositalar bilan ta'minlangan. O'sha yerda skuter, Segway'lar yordamida xizmatini olib borishadi. Bundan tashqari xodimlarimiz tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha yoki bo'lmasa o'zlarini qimmatbaho narsalarni, buyumlarini unutib qoldirgan paytlarida xodimlarimiz tezda yordam berishadi. Xodimlarimizning barchasi chet tillarini mukammal bilishadi. Bundan tashqari ma'muriy binomizning 2-qavatida vaziyatlar markazi mavjud. Bunda butun shu Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasining kuzatuv kameralari bizning shu ma'muriy binomimizdagi vaziyatlar markaziga integratsiya qilingan. Bu tizim, ya'ni o'sha jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha, fuqarolarning xavfsizligi, chet ellik va mahalliy sayyohlarning xavfsizligini ta'minlashda bizga juda ham bir yaqindan yordam berib kelmoqda.
Bu kuzatuvlar markazi. Bu yerda katta monitorlar qo'yilgan va bu monitorlarga o'sha hududlardagi kameralar o'sha video yozuvlarni, video kuzatuvlarni uzatib boradi. Bu esa o'sha hududlarni nazorat qilishda, xavfsizlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Albatta, mana hali aytib o'tganimdek, xavfsiz shahar konsepsiyasi asosida mana qalqon tizimi bizda joriy qilingan. Bu qalqon tizimi orqali jinoyatchilikni oldini olish va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashda bizga juda ham katta yordam bermoqda. Bunda asosan odamlar ko'p yig'iladigan joylarda, masjid, madrasalar, bozorlarda, alleya, parklar, muzeylarda kuzatuv kameralarimiz o'rnatilgan. Ya'ni bunda Face ID kamera tizimi o'rnatilgan. Bunda avtotransport vositasini boshqarib kelayotgan paytda davlat raqamini aniqlashda va fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritishda barcha ma'lumotlar shu bizning qalqon tizimimizga uzatiladi. Bunda hamma ma'lumotlar bizning ma'lumotlar bazamizga jamlanib, muvofiqlashtirib kelinadi. Chet ellik yoki mahalliy sayyohlar o'z qimmatbaho narsalarni unutib qoldirganlarida yoki bo'lmasa o'zlariga kerakli bo'lgan yo'nalishlarda adashib qolishgan paytlarda bizga kelib murojaat qilganlarda biz ularga asosan shu kameralar orqali amaliy yordam ko'rsatamiz. Bu tizimimiz bizda 24 soatlik xizmat faoliyatini olib boradilar. Aytish kerakki, har bir xodim uchun jangovar shaylik birinchi o'rinda turadi. Shundan kelib chiqqan holda belgilangan rejaga asosan harbiy mashg'ulotlar ham o'tkazib boriladi. Qadim va hamisha navqiron Xiva 2500 yildan ortiq vaqt bo'libdiki, ushbu ochiq osmon ostidagi muzey shahar butun dunyoni o'ziga rom etib keladi va aytish kerakki, yildan yilga Xivaga tashrif buyuradigan mahalliy va xorijiy sayyohlarning soni ortib bormoqda. Albatta, ularning xavfsizligini ta'minlash, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida bu yerda ham xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari xizmat faoliyatini olib borishadi. Asosiy xizmat jarayonlari mana shu Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasida bo'ladi desak, adashmagan bo'lamiz. Bu yerda ham ularning xizmat jarayonlari bilan yaqindan tanishamiz. Dastlab Ota darvozadan Ichanqal'aga kiraverishda o'rnatilgan mana bu qurilma e'tiborimizni tortdi. Buni vazifasi nimadan iborat endi? Sayyohlarga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida yana bitta mana o'zlarimiz so'z xatar tugmachasini joriy qilganmiz. Bu Xorazm tajribasi bizning navbatchilik qismimizga ulangan. Bunda xodimlarimiz 24 soat xizmat faoliyatini olib borishadi. Chet ellik yoki mahalliy sayyohlar bunga kelib turib murojaat qilgan paytlarida o'zlarini unutib qoldirgan narsalar bo'ladi, buyumlarmi yo sog'ligi bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishsa tezda amaliy yordam ko'rsatamiz. Bunda kamera kuzatuv nimasi ham bor, 24 soat. Murojaatchini kuzatib turadi. Albatta, murojaatchini kuzatib turadi va video va ovozli yozib olinadi. Demak, hozir buni sinovdan o'tkazsak bo'ladimi? Albatta. Ishlab turibdimi? Albatta. Marhamat, qani. Demak, chaqiruv ketadi. Albatta. Shu Xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasidan Behzod Xo'jayev eshitaman. xizmat bo'yicha axborot bering. Vaziyat tinch. Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasi. Tezkorlikni ta'minlaydi. Eng asosiysi, to'g'rimi? Shu xizmatning asosiy maqsadi ham shu tezkor va sifatli xizmat qilish, to'g'rimi? Eng avvalambor bizga shunisi muhim, sifatli, tezda amaliy yordam ko'rsatish. Bunday o'sha so'z tugmachalari asosan qayerlarga qo'yilgan, nechtasi bor bunda? Asosan diqqatga sazovor bo'lgan joylarda qo'yganmiz bu narsani, ya'ni aholi ko'p to'planadigan joylarga, masalan, Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasining o'zida 5 ta joriy qilingan. Bu yerda ham sayyohlarning hayoti, sog'lig'i va mulkini himoya qilish, favqulodda vaziyatlarda ularga yordam ko'rsatish, noqonuniy harakatlarning oldini olish maqsadida bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilganligiga guvoh bo'ldik. Mana Boburbek, biz hozir Xiva Ichanqal'adamiz. Haqiqatda asosiy faoliyatingiz, xizmat jarayoningiz mana shu yerda o'tadi. Sayyohlar asosan qanday masalalar bo'yicha sizlarga murojaat qilishadi? Faoliyatingiz davomida qanday murojaatlar? Asosan yosh katta chet ellik sayyohlarimiz bo'ladigan bo'lsa, sog'ligi bilan bo'lgan muammolar bo'yicha murojaat qilishadigan bo'lsa, bunga bizning xodimlarimiz birinchi tibbiy yordam ko'rsatishadi yoki tez tibbiy yordam chaqirish choralarini ko'rishadi. Va bundan tashqari o'sha sayyohlarimiz o'zlarini narsalarini unutib qoldirishlari mumkin yoki yo'qotib qo'yishlari mumkin. Bunda ham bizning xodimlarimizga murojaat qilishadi.
Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari asosan chet ellik sayyohlar bilan muloqotda bo'lishadi. Shunday ekan, ulardan rus va ingliz tillarini mukammal bilishlari talab etiladi albatta. Xizmat vaqtida turli millat vakillari bilan xorijiy tillarda bemalol muloqotga kirishayotgan xodimlarning suhbati to'g'risi bizni qoyil qoldirdi. I'm from Tourist Police. My name is Babur. What's your name? Karen, it felt very safe. Biz kecha Xivaga keldik. Shunga qaramasdan mening taassurotlarim juda ajoyib. Yurtingiz juda toza va eng muhimi xavfsiz. Odamlari ham juda mehribon. Ayniqsa chet ellik sayyohlar bilan xushmuomalada bo'lishadi. Men O'zbekiston haqida italiyalik do'stlarimdan eshitdim va ular yurtingizga sayohatga borishni tavsiya qilishdi. Shu bilan birga men ham boshqa do'stlarimga maslahat berdim. Ishonamanki, tez kunlarda ular ham kelishadi. Ularga o'z taassurotlarimni suratlar orqali jo'natyapman. Tinch va osoyishta bo'lgan yurtingiz bo'ylab sayohat qilayotganimdan juda mamnunman. No, it's just we're the plainest one. Xivaga kelganimizda har doim o'zimizni qulay, har doim shu xavfsiz his qilamiz. Chunki xavfsiz turizm demak boshqarmasi xodimlari shu yerda bizning xavfsizligimiz, bizni shu yerda erkin harakat qilishimiz va turistlarimizni, o'sha chet eldan kelgan sayyohlarimizni, ularni xavfsiz bu yerda demak aylanib tariximiz bilan bahramand bo'lishlari uchun o'zlarining hissalarini qo'shib kelishmoqda. Til bilish darajasiga aytadigan bo'lsak, albatta ular ham tilni juda ham mukammal bilishadi. Bemalol suhbatlashib, o'sha har xil jarayonlarda, har xil sharoitlarda o'sha turistlarga yordam berishga har doim tayyor turishadi. Biz shu sababdan bu Xiva shahrida har doim o'zimizni qulay his qilganmiz. Xiva shahrini sayohat qilayotganda mahalliy sayyohlardan biri Asqarbekni uchratib qoldik. Ular Samarqand viloyatidan kelibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzoq safardan kelayotgan inson bilan ko'rishganda yo'l bo'lsin deydi-ku. Yo'l bo'lsin endi. Mehmonimiz bor, Rossiyadan kelgan. Bu yerda hammasi xavfsiz. Mehmonga qaysi jihatlar ma'qul keldi? Ular asosan qaysi tomonlarni e'tirof etyaptilar? Bu asosiysi milliyligimiz. Bu yerdagi aholining tinchligi, xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi tomonidan bizga qulayliklar yaratib berilganligi. Sayyohlar uchun yana bir qulaylik, ya'ni Ichanqal'aning asosiy nuqtalariga mana bunday shoxobchalar o'rnatilgan bo'lib, ularda navbatchilik asosida xodimlar xizmat olib borishadi. Sayyohlar esa bemalol kelib o'zlarining masalalari bo'yicha ularga murojaat qilishlari mumkin. Diqqatga sazovor joylarimizda eng ko'p chet ellik va mahalliy sayyohlar yig'iladigan joy o'sha yerda shoxobchalarimiz bor. Shoxobchamizda xodimlarimiz faoliyat olib borishadi. Bunda asosan xodimlarimizga kelib tushadigan murojaatlarda, yo'nalishlarda adashib qolgan chet ellik sayyohlarimiz yoki bo'lmasa o'zlarini qimmatbaho narsalar yoki o'zlariga tegishli bo'lgan narsalarni yo'qotib qo'yishsalar, o'shanda bizga kelib murojaat qilishadi xodimlarimiz. Ularga yo'nalishdagi patrullik yo'nalishdagi xodimlarimizga kelib tushgan murojaat bo'yicha xabar berishadi va tezda amaliy yordam ko'rish choralarini ko'ramiz. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari nafaqat osoyishtalikni ta'minlashga, balki Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasidagi tarixiy yodgorliklarni asrab-avaylashga ham munosib hissalarni qo'shib kelmoqdalar. Bunday hamkorlikdan esa muzey qo'riqxona xodimlari juda ham mamnun. Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasi mana shu xavfsiz turizm boshqarmasi bilan hamkorlikda ko'p ishlarni olib bordi. Yildan yil turistlarning soni oshib bormoqda. Masalan, o'tgan yil aytadigan bo'lsak, 500 mingga yaqin mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi. Dunyo bo'yicha ham turistlar keladigan vaqtda birinchidan xavfsizmi, xavfsiz emasmi degan reytingi mavjud. Ichanqal'da ham mana shu xavfsiz turizmni o'tgan 5-6 yil ichida mana shu xavfsiz turizm bilan hamkorlikda olib borgan ishlar natijalari yaqqol ko'rinib turibdi. Mana shu Ichanqal'ni aytadigan bo'lsak, bu 26 gektardan iborat. Bu katta muzey qo'riqxona, buning ichida muzey qo'riqxonalar, mana shu madaniy meros obidalarida joylashgan bo'lsa, undan tashqari bu yerda aholi ham yashaydi. 3500 aholi shu yerda istiqomat qiladi. Mana shu kelgan vaqtda sayyohlar bizani bo'limdagi ishchi xodimlar bo'ladimi, boshqa nima bir muammo tug'diradigan bo'lsa, darhol mana shu xavfsiz turizm xodimlari bilan hamkorlikda ish olib turganimiz juda yaxshi samara berib turibdi. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari muntazam ravishda muzeylar va mehmonxonalarda nazorat, reyd tadbirlarini olib borishadi. Bu esa o'z navbatida bu maskanlarda ham xavfsizlik darajasini va ko'lamini oshirishga hissa qo'shib kelmoqda.
ish faoliyatimiz jarayonida turist politsiya xodimlari bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Ko'pincha bu shunday holatlarga to'g'ri keladi. Mahalliy sayyohlarimiz buyumlarini yo'qotgan holda, o'z gruppalarini yo'qotgan holatlarda biz turist politsiya xodimlariga ko'proq murojaat qilamiz. Shu turist politsiya xodimlarini bizga yordami juda katta. Bu vaziyat shunday turizm samarasini oshirishda ham, keyinchalik mahalliy sayyohlarimizni tashrif buyurishida ham bizga ko'p katta yordam beradi. Ularning xizmat faoliyatidan biz xodimlar, mahalliy sayyohlar, xorijiy sayyohlar albatta mamnunmiz. Sabohat Sultonova ham mana bir necha yildirki xavfsiz turizmni ta'minlash yo'nalishida samarali xizmat qilib kelmoqda. Ko'rsatuvni tasvirga olish davomida uning xizmat faoliyati bilan ham yaqindan tanishishga harakat qildik. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Men yonimda mana shu xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasida ko'p yillardan buyon samarali xizmat qilib kelayotgan yosh kadrlardan biri, mana shu boshqarma xodimasi Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Sabohatxon Sultonova turibdilar. Sabohatxon, assalomu alaykum. 7 yildan buyon mana shu xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasida faoliyat olib boraman. Aynan bizlarni yo'nalishda xizmat olib borish uchun birinchi navbatda xodimlar juda xushmuomala bo'lishlari kerak. Chet eldan kelgan sayyohlarimiz aynan xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlariga qarab bizani davlatimizga baho berib ketishadi. Ikkinchi navbatda chet tillarida mukammal va erkin ravon so'zlashishlari kerak. Shularni inobatga olib aynan bizani boshqarmamizga chet tillarida mukammal gaplasha oladigan va chet tillari bo'yicha sertifikatga ega bo'lgan xodimlar bilan jamlangan. Bizani faoliyat boshqa sohalarga qaraganda juda ham qiziqarli deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim, sababi ertalabdan ochiq osmon ostidagi muzey shahri bo'lgan Ichonqal'da faoliyat olib borishimiz o'zi katta baxt har bitta xodim uchun. Keyingi o'rinda mana shu yurtimizga aynan Ichonqal'ga tashrif buyurayotgan mahalliy va chet ellik sayyohlarimizni bizani davlatimiz haqida, bizani xalqimizni mehmondo'stligi, ochiq ko'ngilligi haqida iliq fikrlarni bildirishganda biz juda ham xursand bo'lamiz, kasbimizni yanada yaxshi ko'ramiz, yanada sidqidildan xizmat olib borishga astoydil harakat qilamiz. Bu yerda nafaqat xizmat faoliyati olib boramiz, balki mana shu Ichonqal'a davlat muzey qo'riqxonasida tashkil etilgan barcha muzey va ziyoratgohlarni tarixi bilan o'rganish ham bizning aynan xizmat faoliyatimizga kiradi. Ichonqal'ada aynan 57 ta madaniy meros obyekti joylashgan. Bularning barchasini tarixini barcha xodimlar yaxshi bilishadi. Bilamizki, eng faol xodimlardan birisiz. Mana ko'rik-tanlovlarda ishtirok etib turasiz. Bugungi kunda eng so'nggi yangiliklar nimalardan iborat? Qaysi ko'rik-tanlovlarda ishtirok etdingiz? Natijalar qanday bo'ldi? Bizning boshqarmamizdagi xodimlar nafaqat chet tillarida gaplasha olishadi, balki sportga ham juda qiziqishadi. Juda ko'plab xodimlarimiz aynan mana shu Xorazm terma jamoasida futbol sport turi bo'yicha, voleybol sport turlari bo'yicha eng namunali xodimlar sanaladi. Shu qatorda men ham sport bilan shug'ullanib turaman. Eng so'nggi erishgan yutug'im haqida gapiradigan bo'lsam, kasb a'lochisi ko'krak nishoniga sazovor bo'ldim. Bu musobaqa respublika miqyosida o'tkazildi. Aynan ayol xodimlar o'rtasida sportning avtomat pistolet qurollaridan to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish, 1000 metr masofaga yugurish, 100 metrga yugurish, qo'l jangi usullari, 100 metr masofaga suzish kabi turlar bo'yicha qatnashib, respublikada faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va vazirligimizning kasb a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Kelajakda maqsadlarim juda ko'p. Shulardan biri mana shu sohada ko'p yillar samarali xizmat olib borib, vatanimga, xalqimga sidqidildan xizmat qilish. Yurtimizga kelayotgan sayyohlar nafaqat tarixiy obidalarimizni, balki yangidan bunyod etilgan milliylik va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan bino va inshootlarni, turistik maskanlarni tomosha qilish uchun ham yurtimizga tashrif buyurishadi. Xivaga boraverishda yo'l yoqasida yangidan qad rostlagan Arda Xiva turistik majmuasini ham bugun ko'pchilik yaxshi biladi. Bu maskan hali to'liq foydalanishga topshirilmagan bo'lsa-da, allaqachon sayyohlarning e'tiborini o'ziga tortgan. Albatta bu yerda ham keluvchilarning xavfsizligini va osoyishtaligini ta'minlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar belgilab olingan bo'lib, bularni amalga oshirishda xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilgan. Bu yerda Arda Xiva turistik majmuasida 4 ta 720 o'rinli mehmonxona, 13 ta 280 o'rinli uy mehmonxonalari, 3000 kishilik amfiteatr va shu kabi boshqa ko'ngilochar obyektlar mavjud. O'z-o'zidan ko'rinib turib tabiiyki, bu yerda fuqaro chet va mahalliy sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari, jumladan
xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari ham belgilangan tartibda ish reja ishlab chiqib, kelgusida Ardaxiva turistik majmuasi to'liq ish faoliyatiga o'tgandan keyin belgilangan tartibda xodimlar bilan xizmatni olib borish rejalashtirib turibmiz. O'zbekiston mehmondo'st va tinchliksevar insonlar yurti. Shuning uchun ham yilning qaysi fasli bo'lishidan qat'iy nazar yurtimizdan sayyohlarning qadami arimaydi. Turizm sohasini yanada rivojlantirish borasida olib borilayotgan bu kabi ishlar kelajakda albatta o'zining ijobiy samarasini beradi. Ko'rsatuvimiz orqali guvohi bo'lganingizdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyatimizga kelayotgan sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda va bu ishlar natijasida sayyohlarning oqimi yildan yilga ko'payib bormoqda. Va albatta aytish kerak, bunday ishlar tizimli ravishda davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.